Shu kunlarda men o'zimni tush ko'rgandek his qilyapman. Qahramonlar jamoasidan haydalganimdan so'ng yana shunday tabassum qilishimni kutmagandim. Ammo bunday kunlar davom etishiga ishonmayman. Salom. Ko'rishmaganimizga ancha bo'ldi. Ishlaringiz qalay? Hayvon bo'ysundiruvchi 5-qism. Do'stlar, biroz tomoq og'rib turibdi, o'xshamasa xafa bo'lmaysizlar. Anistardan uzoqlashmanglar. 走り続けてきただけど君が教えてくれたんだ信じることへのファンキー味が決して Day by day 感じられるつまみからスケットのばかり過ぎ込んだここからどうしようか背中に君の声でほどけていく誰も僕のことを分かってくれないと塞ぎ込んだ夜に心溶かす暖かい手握り返して誓いを胸に希望を心に抱いて Fly to Sky 今刻んだ新しいその絆君がいるから強くなれるんだ Fight for you and I 君のね忘れないよまた初めから駆け出そう僕らでここから Change the world hayvon bo'ysundiruvchi va qahramonlar jamoasi. Qizlar, uyga qaytamiz. Hey, bunday yomon muomalada bo'lmang. Ilgari biz sheriklar bo'lganmiz. Nima bo'lganda ham biz afsusdamiz. Agar siz befoyda bo'lsangiz ham, biz siz bilan yomon muomalada bo'lmasligimiz kerak edi. Rain, kechirasizlar. Sherik dedingizmi? Sizlar rostdan ham qahramon jamoasimisizlar? Gapingizni tushunmadim. Mushuk ruhi va ajdarho qizi? Bu yerda kuchli ruhlar nima qilyapti? Nima deb o'ylaysiz? Biz Reynning do'stimiz. Bo'lishi mumkin emas. Ha, men tushundim. Foydasiz Reyn ikkingizga xizmat qilishni tanladimi? Hey, ovozingni o'chir. Reyn bizning xo'jayin emas. Ko'zlarimga ishonmayman. Bu axlat kuchliroq turdagi mavjudotlarni qo'lga bo'ysundirdimi? Menga nimadir taklif qilgani uchun keldingizmi? Ha, sen uchun qiziqarli taklifimiz bor. Yo'qolgan o'rmon haqida eshitganmisiz? Dastlabki izlanishlarim o'rmonga qarshi turish oxirgi ishim edi. Kechirasan-u, ularga qarshi turish kutilgandan ham qiyinroq bo'lib chiqdi. Yo'qolgan o'rmonda vaqt o'tishi bilan yo'llar o'zgaradi. O'rmon labirintga aylanib, borar manzilingiz tobora uzoqlashadi. U yerda 4 kishi ko'tara oladigan narsadan ko'ra ko'proq narsalar bor. Biz bor yo'g'i bir haftadan keyin chekinishga majbur bo'ldik. Shunday qilib, Reyn, siz bizga yordam berishingizni so'rayman. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bizga hayvon bo'ysundiruvchi kerak, o'rmonni o'rganib va yuk tashish uchun. Sizningcha, men bunga rozi bo'lamanmi? Axir jamoadan haydaganingizdan keyin nima? Qahramon jamoasiga hissa qo'shish siz uchun sharaf bo'lishi kerak. Nima deysizlar, do'stlar? U jangda foydasiz bo'lishi mumkin, lekin buning ham afzalliklari bor. To'g'ri, men ham shunday deb o'ylayman. Achinarli holatingizga yana bir imkoniyat berganimizdan minnatdor bo'lishingiz kerak. Reyn, siz hammasini eshitdingiz. Siz bizga yordam berasiz, to'g'rimi? Kechirasizlar, ammo boshqa birovni toping. Qizlar, kutirganim uchun uzr. Qizlarni kutirish yaxshi emas. Men kutishga qarshi emasman. Reyn, biz qiladigan ish dunyoni qutqarish uchun zarurdir. Yo'qolgan o'rmonda iblis qirolini mag'lub qiladigan kuchli qurol yotadi.
真実の盾があるのです。 Qurol? U rostdan ham bormi? Ha, to'g'ri, biz buni eslatishni unutib qo'ydik. Agar biz o'sha qirolni topa olmasak, iblislar qirolini mag'lub eta olmaymiz. Keyin esa iblislar butun dunyoni yo'q qilishadi. Shunda oddiy aholi qanday ahvolga tushadi? Agar iblislar dunyoni vayron qilsa, xuddi shu holat boshqa joyda takrorlanishi mumkin. Ammo ular yaxshi, men buni bajaraman. Siz boshidan rozi bo'lishingiz kerak edi. Nega bu ahmoqqa doimo vaqtimizni sarflashimiz kerak? Biz qimmatli vaqtimizni behuda o'tkazdik. Endi boshqa joyga borib, rejani muhokama qilishimiz kerak. Bir daqiqa to'xtang. Yana nima deysizlar? Men e'tiroz bildiraman. Agar buni Reyn xohlasa ham, undan kechirim so'ramaguningizcha tezroq Reyndan uzr so'ranglar. Qanday g'alati so'zlar? Men kechirim so'radim-ku, to'g'rimi? Bu haqiqiy kechirim so'rash emas edi. Aslini olganda siz Reynni ishdan bo'shatgan edingiz va endi undan yordam so'rayapsizlar. Menimcha bunday kechirim so'rash yaramaydi. Boshqa so'z bilan aytganda, tiz cho'kib iltimos qiling. Agar xo'jayinimning o'rnida bo'lganimda sizni olovim bilan qovurishni afzal ko'rgan bo'lardim. Ammo shunday qiladigan bo'lsam, xo'jayinimning jahli chiqishi aniq. Shunday ekan, boshingizda egib kechirim so'raysiz degan umiddaman. O'shanda fikrimni o'zgartirishim mumkin. Tiz cho'king deyapsizmi? Men tiz cho'kishim kerakmi? Senlar o'yin qilyapsanlarmi? Men qahramon Arius bu ojizni oldida tiz cho'kishim kerakmi? Men hech qachon bunday ish qilmayman. To'g'ri, biz hech qanday yomon ish qilmadik. Men buyuk sehrgarman, hech qachon tiz cho'kmayman. Qanday jirkanchlik talab? Oldimga kel Reyn, sen ularga aytib qo'y. Bo'ysundirgan hayvonlaring o'zini nazorat qilsin. Hayvonlar? Ha, hayvonlaring. Menimcha odam bo'lmagan hayvonlar bilan yurish seni fikringni o'zgartirganga o'xshaydi. Ular kuchli turga kirsa ham baribir hayvon, odam emas. Garchi tan olaman, ular yaxshi ko'rinadi. Men buni bilaman. Siz ularni do'st sifatida emas, balki hayvon sifatida saqlaysiz. Men sizni tushunaman. Axir siz hayvon bo'ysundiruvchisiz. Bu siz uchun oddiy holat. Reyn, nima qilding? Meni urishga qanday jur'at etding? Befoyda hayvon bo'ysundiruvchisi. Mendek qahramon-ya. Kerak bo'lsa yana qilaman. Kanada va Tanya mening do'stlarim. Sen ularni masxara qilding. Bunga javob berasan. Javob beramanmi? Senday ojizga-ya? Olg'a bo'lmasa, buni jang orqali hal qilamiz. Mening jamoam va sening qiz do'stlaring qani kim kuchliroq ekan? Men tayyorman. Jang qilamiz. Xo'sh, siz menga qarshimisiz? Bu yaxshi. Men so'nggi paytlarda kuchliroq raqib topaman deb o'ylagandim. Men seni kaltaklab, Reyndan kechirim so'rashga majbur qilaman. Kechirim so'rashga meni sababim yo'q. Qahramon jamoasiga kuchsizlar kerak emas. Shunaqami? Shunday ekan, tayyorlansangiz yaxshi bo'lar edi. Juda tez. Bunga nima deysiz?
Bu qanday ayol? Bu shunchaki tez emas, uning har bir zarbasi juda ham kuchli. Bu meni orqaga chekinishimga majbur qilyapti. Nima bo'ldi? Menga javob qaytara olmayapsiz. Siz rostdan ham qahramonmisiz? Meni masxara qilishni to'xtating, yomon qizaloq. Qo'lga tushding. Yashirin texnika, do'zaxning olovli qilichi. Nima? U qaytardimi? Bu hujum po'latni maydalashiga yetar edi va shunga qaramay u oddiygina qaytardimi? Nima, bori shumi? Axir siz qandaydir sirli texnika haqida gapirgandingiz. Lekin buni his qilmadim ham. Shunchalik ham kuchsiz bo'ladimi? Chunki Reynda yordamiga muhtoj bo'lganimiz uchun sizni o'ldirishdan o'zimni tiygan edim. Kechirasiz, endi men bor kuchimni ko'rsatmoqchiman. O'lib ketsangiz meni ayblamang. Sizda bori shu edimi? Endi meni eshiting. Men esa yarim kuchimni ham ishlatmadim. Nima dedingiz? Agar bor kuchingizni ishlatmoqchi bo'lsangiz, o'ylaymanki, o'zingizga ehtiyot bo'lishingiz kerak. So'zlarim og'ir botgan bo'lsa, buni jiddiy qabul qilmang, maylimi? Bu qiz kuchimni yarmini ham ishlatmadim dedimi? Buni iloji yo'q. Bunday bo'lish mumkin emas. Ammo agar bu rost bo'lsa-chi? Qanchalik harakat qilsam ham g'alaba qozona olmayman. Tayyormisiz? Nega? Nega bunday kuchli bo'la turib? Bu befoyda zaifga xizmat qilyapsiz. Bu aniq emasmi? Chunki Reyn sizlardan ancha kuchli. To'xta. Yo'q, biroz oshirib yubordim. Yo'q, u shunga arziydi. Reynni masxara qilgani uchun meni jahlimdan chiqardi. Umid qilamanki, siz saboq oldingiz. Xo'sh, ikkalangiz bilan jang qilaman, to'g'rimi? Men o'sha boshliqlang bilan jang qilishni afzal ko'rardim, ammo Reyn menga ruxsat bermadi. Tilingga ehtiyot bo'lsang bo'lardi. Arius haqida gapirishga qanday jur'at etding? Menimcha, siz ikkingiz juda ham oson raqibsizlar. Senimi kaltakesak? Tez orada bundan afsuslanasan. Hali buni ko'ramiz. Endi mening mingta afsunimga guvoh bo'l. Yulduzning jozibasini tanangda his et. Yig'ilinglar Anistar jamoasi. Uni jamoadan haydaymiz. Bizi sehrimiz g'oyib bo'ldimi? Yuzingizdagi nigohingizni ko'rganingizda edi. Qanday kulgili, bilishimcha siz meni mag'lub etmoqchi edingiz. Mina, keling birgalikda ishlaymiz. Yaxshi. Buning ortida nayrang turgan bo'lsa kerak. Ajdarho bo'ladimi yoki boshqa narsa? Bu hiyla 2 marta ishlamaydi. Enollaning zarbasi. Natija har doim bir xil bo'ladi. Meni haydab yubora olmaysizlar. Nima? Yanami? Qanday qilib? Sen o'zi nima qilding? Materiyani bekor qiluvchi sehr. U sehringizni nozik joyini topib, mos keladigan afsun bilan uradi. Boshqa so'z bilan aytganda, sening sehring hech qachon menga ishlamaydi. Izdivasiya qilyapsanmi? Qanday qilib kaltakesak bizni past baholashga jur'at etdi? Qahramon jamoasi hech narsadan qo'rqmaydi va hech qachon taslim bo'lmaydi. Aka, ajdarhoning qichqirig'i. Seulning ko'r qilish tutuni. K2ning kuchi. Onasini yemsindi nayzasi. Muxlislarning bo'roni. Negativchining shamoli. Men buyuk jodugarman. Mening minglab sehrlarim. Sen ahmoq. Mening eng kuchli sehrlarimni ham. Bor kuchingiz shu edimi? Negativchilarning shamoli bu qanday bema'ni? Reyn esa 10 mingta hayvonni bo'ysundira oladi va bir kun kelib yer yuzida eng kuchli odam bo'lishi mumkin. Ey qora sehr, hamma narsani yutib yuboruvchi. 2 karra oshirish. Ey portlovchi alanga. Olovli to'p.
Oy, motivatsiyangizni yo'qotdingizmi? Men o'zimdan kuchsizlarni ezib tashlash tarafdori emasman. Ammo lekin indamasdan qo'yib yuboradi deb o'ylash xatodir. Ayniqsa xo'jayinimni mazax qilganidan keyin. Maxsus sovg'a sifatida men sizga haqiqiy sehrni ko'rsataman. Ammo u qadar ilg'or sehr emas, lekin oliy sehrdan keyin ikkinchi o'rinda turadi. Sizlar ruhni g'azabini oldingiz. Bu azoblar abadiydir. Osmon qudrati qalbingizni o'z-o'zidan ezib tashlasin. Siz nima qilyapsiz? Mina, yuqoriga qarang. Endi nima qilamiz? Sizga ushbu sehrni taqdim etaman. Ajoyib yakun. Uni chin yurakdan qabul qiling. Lin, iltimos bizni qutqaring. Yo'q, men qila olmayman. Siz qutqaring. Men hech narsa qila olmayman. Men kechirim so'rayman. Iltimos bizni kechiring. Men shunchaki hazillashganda. Hushidan ketib qolishdi. Siz buni jiddiy qabul qilmasligingiz kerak edi. Balki buni rostdan qilishim kerakmidi? Yo'q, men endi bezovta qilishni xohlamayman. Siz tirik qolganingizni nishonlashingiz kerak. Qahramonga qarshi turishing bu ahmoqlik edi. Ren, siz shunchaki befoyda hayvon bo'ysundiruvchi bo'lganingiz uchun siz rahmdil taklifimni rad etmadingiz. Siz meni quruq qo'l bilan yutmoqchi bo'ldingizmi? Jinurson, sen meni gapimni eshitishing kerak edi. Men sendan bir so'z eshitishni ham xohlamayman. Shundaymi? Unday bo'lsa, men bunga chek qo'yaman. Juda tez. Orqaga chekinsam, u meni yana ham orqaga surish uchun qilichini yo'nalishini o'zgartiradi. Uni dushmandek tan olishga majburman. Qahramonning qilichbozlik mahorati chindan ham hayratlanarli. Nima uchun hujumimni qaytarmayapsiz? Bu turishda davom etsang, meni tirnab ham ola olmaysan. Tanlangan qahramon. Shubhasiz u dahshatli raqib bo'lishi kerak. Bo'lmasam nima uchun? Taniyaga duch kelgan holatimdek his qilmayapman. Axir u qahramon-ku. Bori shumi, qahramon? Nima? Meni zarbamni to'sdi? U insoniy bo'lmagan kuchni qayerdan oldi? Hech bir hayvon bo'ysundiruvchi odam bunday qila olmasligi kerak. Bu shunchaki kuch emas. U oldin hech qachon bunday qila olmas edi. Qanday qilib? Buni qanday qilding? Bilmoqchimisan? Sen avval hayvon deb masxara qilgan qizlarning kuchidir. Hujumlarning kuchi Kanada bilan tuzilgan shartnoma orqali erishganman. Sening hujumlaring tegmasligi sababi esa jamoangda yurganimda hayvon bo'ysundiruvchi sifatida o'qiganim tufayli. Bu jangni boshidan beri, yo'q, anchadan beri seni kuzatganman. Hujum qilishingdan oldin qanday harakat qilishingni oldindan bilaman. Ovozingni o'chir. Men seni qanday hujum qilishingni oldindan bilaman. Bu esa mening hujumim. Mushuk ruhi kuchi bilan. Adolatli kurashda g'alaba qozonishingning iloji yo'q. Mag'lubiyatingni tan ol, Arius. Sen haqiqatan ham ahmoqsan. Unutdingmi? Menda axir qahramonning sehri bor. Men seni kuydirib kul qilaman, befoyda hayvon bo'ysundiruvchisi. Nima, seni sehring yo'q qilishiga ishondingmi? Mani chaqmoq sehrimni yo'q qiladigan sehr bormi? Taniyadan o'rgangan sehrim, u hatto kuchli sehrlarni ham yo'q qila oladi. Qanday hiyla ishlatding buni bilmayman, ammo bu meni xohishimni to'xtatadi degani emas. Menimcha, shifo va olov to'pi seni yagona sehr uslubingdir. To'g'ri, men Linga teng kelmasligim mumkin, ammo bu menda boshqa sehr afsunlari yo'q degani emas. Qachongacha boshlang'ich sehr bilan menga qarshi tura olar ekansan? Faqat ikkita sehr bilan uni to'xtatish albatta qiyin bo'lar edi. Ammo men aslida qanday kurashaman?
Endi sen uzoqqa uchishingga to'g'ri keladi. Bo'ldi, hammasi tugadi. Nima bo'lyapti? Tanam qimirlamayapti. O'ylaymanki, men sizga buni avvalroq aytganman. Men hasharotlarni ham qo'lga olishim mumkin. Bu arining chaqishi odamni falaj qiladi. Qachon uni qo'yding? Jangning bo'sh vaqtida men uni bo'ysundirdim. Men fikrimni harakatlantirib, izlagan hasharotimni topdim va u bilan masofadan turib shartnoma qildim. Qanday qilib bu bo'lishi mumkinmi? Sen hayvon bo'ysundiruvchini foydasiz deb haydab xato qilding. Sen rostdan yutqazding, Arius. Ha? Aytgancha, sen Kanada va Taniyani masxara qilganingdan hali ham jahlim chiqib turibdi. Kerakmas, to'xtab tur. Balki ba'zi narsalarni noto'g'ri tushungandirman. Ammo Ren, biz birga sayohat qildik va do'stlar edik. Ha, yaxshi. Men tushundim. Iltimos, meni kechir. Tayyor tur. Bu oxirgisi. Ha, agar seni chindan urganimda o'lgan bo'lar eding. Aytishlaricha qasos yomon. Ammo men maza qildim. Ren! Biz qaytdik. Kanada, Taniya. Qizlar. Renga biroz hasadim kelyapti. Ko'rdinglarmi Renni quchoqlaganini? Tushimizda ham bunday holat bo'lmasa kerak.